Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun siz bilan har bir kishining cho'ntagiga bevosita ta'sir qiladigan, ayniqsa keksa avlod vakillari uchun hayotiy ahamiyatga ega bo'lgan yangilikni muhokama qilamiz. Men hozir sizga aytadigan ma'lumotlar nafaqat muhim, balki mutlaqo zarurdir. Bu sizning oilaviy byudjetingizga sezilarli darajada yordam berishi mumkin va ko'pchilikning kundalik xarajatlari yukini yengillashtirishga qaratilgan amaliy qadamdir. Shu sababli videoni bir zum ham o'tkazib yubormasdan oxirigacha diqqat bilan tomosha qilishingizni qat'iy tavsiya qilaman. Axir siz bilishingiz kerak bo'lgan har bir tafsilot, har bir qadam sizning haqli yordamingizni olishingizga kalit bo'lishi mumkin. Hozirdayoq kanalimizga obuna bo'lishni unutmang va ushbu video siz uchun foydali bo'lsa, albatta like tugmasini bosing. Bu bizga kelajakda ham shu kabi muhim va hayotiy ma'lumotlarni sizga yetkazishda katta turtki bo'ladi. Endi esa eng asosiy masalaga o'tamiz. Yaqin vaqtgacha mamlakatimizda kommunal xizmatlarning, xususan tabiiy gaz narxining doimiy ravishda oshib borishi ko'plab fuqarolarimiz uchun, ayniqsa belgilangan nafaqa bilan yashovchi qariya kishilarimiz uchun jiddiy moliyaviy yuk bo'lib kelayotgan edi. Gaz to'lovlari nafaqaxo'rlarning oylik daromadining katta qismini tashkil etib, ularning boshqa kundalik ehtiyojlarini qondirishda jiddiy qiyinchiliklar tug'dirayotganligi sir emas. Ko'pincha qariyalarimiz issiqlik uchun to'lovlarni o'z vaqtida amalga oshirishda qiynalishar. Ba'zan esa buning uchun o'zlarining boshqa ehtiyojlaridan voz kechishlariga to'g'ri kelardi. Bu holat ko'plab oilalarda, ayniqsa qish mavsumida jiddiy tashvishlarga sabab bo'lardi. Hukumat tomonidan kommunal xizmatlarga subsidiya berish tizimlari mavjud bo'lsa-da, ular aynan gaz to'lovlari bo'yicha nafaqaxo'rlarga qaratilgan aniq va maqsadli yordam mexanizmi yetishmayotgan edi. Lekin hozir vaziyat butunlay o'zgardi. Yaqinda nafaqaxo'rlar uchun gaz kompensatsiyasi mexanizmi rasman tasdiqlandi va kuchga kirdi. Bu shuni anglatadiki, endi nafaqaxo'rlar gaz iste'moli uchun belgilangan miqdorda yoki ularning xarajatlarining bir qismini qoplash uchun davlatdan moliyaviy yordam olish huquqiga ega bo'ladilar. Bu nafaqat ularning moddiy ahvolini yaxshilashga qaratilgan muhim qadam, balki ularga nisbatan davlatning ijtimoiy himoya siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri ekanligini yana bir bor tasdiqlovchi amaliy isbotdir. Bu o'zgarish nafaqat moliyaviy yordamni anglatadi, balki qariyalarimizning qadr-qimmatini, ularga bo'lgan e'tiborni ham ifodalaydi. Endilikda ular gaz to'lovlari haqida kamroq qayg'urishlari va o'z hayotlarini yanada xotirjam va farovon o'tkazishlari mumkin bo'ladi. Bu tizim juda shaffof va tushunarli bo'lishi uchun ishlab chiqilgan. Ammo har qanday yangi mexanizmda bo'lgani kabi, uning o'ziga xos jihatlari va qoidalar mavjud bo'lib, ularni to'g'ri tushunish va amalga oshirish juda muhimdir. Endi esa ushbu yangi kompensatsiya mexanizmi haqida to'liq ma'lumot beraman. Keling, avvalo bu yordam kimlar uchun mo'ljallanganligini, kimlar ushbu imtiyozdan foydalanishi mumkinligini va kimlar tashvishlanmasligi kerakligini batafsil ko'rib chiqaylik. Bu savollar ko'pchilikni qiziqtiradi, chunki har bir nafaqaxo'rning vaziyati o'ziga xos bo'lishi mumkin. Avvalo shuni ta'kidlash kerakki, bu kompensatsiya faqatgina nafaqaxo'rlar, ya'ni belgilangan tartibda nafaqaxo'rlar nogironlik yoki boquvchisini yo'qotganlik munosabati bilan nafaqa oladigan shaxslar uchun mo'ljallangan. Bu umumiy ijtimoiy yordam emas, balki aynan nafaqaxo'rlarning ijtimoiy himoyasini kuchaytirishga qaratilgan maqsadli to'lovdir. Demak, agar siz pensiya oluvchi shaxs bo'lsangiz, bu ma'lumot siz uchun juda muhimdir. Kimlar tashvishlanmasligi kerak? Agar siz nafaqaxo'r bo'lmasangiz, ya'ni faol mehnat faoliyatini davom ettirayotgan bo'lsangiz va nafaqa olmasangiz, ushbu agar kompensatsiya sizga tegishli emas. Shuningdek, agar sizning oilaviy daromadingiz belgilangan me'yordan sezilarli darajada yuqori bo'lsa, siz ham ushbu kompensatsiyaga murojaat qilishdan manfaatdor bo'lmasligingiz mumkin. Chunki ayrim hollarda kompensatsiya faqatgina ijtimoiy himoyaga muhtoj nafaqaxo'rlarga beriladi. Biroq bu shartlar hududdan hududga va hukumatning joriy siyosatiga qarab o'zgarishi mumkin. Shuning uchun har doim eng so'nggi ma'lumotlarni tekshirib borish muhimdir. Keling, bir nechta real hayotiy misollar yordamida bu mexanizmni tushuntirib beraylik. Bu misollar sizga vaziyatni yanada aniqroq tushunishga yordam beradi. Birinchi misol. Omon aka, 7 yoshli yolg'iz nafaqaxo'r. Omon aka Toshkent viloyatining qishloq hududida joylashgan 2 xonali xususiy uyda istiqomat qiladi. U kishining oylik nafaqasi 1 million 300 ming so'm. Qish oylarida uning uyi gaz bilan isitiladi.
va oylik gaz iste'moli o'rtacha hisobda 400 kub metrdan kam emas. Amaldagi tariflar bo'yicha bu unga taxminan 280 ming so'mdan 220 ming so'mgacha xarajat olib keladi. Bu esa uning umumiy oylik daromadining deyarli chorak qismini tashkil etadi. Omon aka har doim bu to'lovlarni o'z vaqtida amalga oshirishda qiyinchiliklarga duch kelgan, ba'zida dori-darmon yoki oziq-ovqat xarajatlarini cheklashga majbur bo'lgan. Yangi kompensatsiya tizimi joriy etilgandan so'ng Omon aka belgilangan tartibda murojaat qildi va unga har oyda 20 ming so'm miqdorida gaz kompensatsiyasi ajratildi. Bu shuni anglatadiki, endi Omon aka gaz uchun faqatgina 1060 ming so'mdan 200 ming so'mgacha pul to'laydi. Bu uning byudjetiga sezilarli yengillik berdi va unga dori-darmon sotib olish, oziq-ovqat xarajatlarini qoplash yoki hatto nabiralariga kichik sovg'alar olish uchun ko'proq mablag' ajratish imkonini berdi. Uning hayot sifati oshdi va moliyaviy tashvishlari kamaydi. Ikkinchi misol, Xadicha opa va Abdulla bobo Samarqand shahrida yashovchi nafaqaxo'r er-xotin. Xadicha opa 68 yoshda, Abdulla bobo esa 71 yoshda. Ularning har ikkisi ham nafaqa oladi va umumiy oylik daromadlari 2 million so'mni tashkil etadi. Ular 3 xonali kvartirada yashaydilar. Ularning gaz iste'moli qishda bir oz ko'proq bo'ladi. Chunki kvartiralar katta va issiqlikni saqlash biroz qiyin. O'rtacha hisobda ularning gaz xarajatlari oyiga 280 ming so'mga yetadi. Ular uchun bu summa har ikkisining ham daromadining sezilarli qismi bo'lib, ba'zida qiyinchilik tug'diradi. Oiladagi nogironligi bo'lgan shaxs bo'lmagani uchun ular kompensatsiya miqdori kamroq bo'lishini kutishgan edi. Biroq ularga belgilangan me'yorlarga asosan 180 ming so'm kompensatsiya ajratildi. Chunki ular 2 nafaqaxo'rdan iborat oila sifatida qaraldi va yashash sharoitlari inobatga olindi. Bu ularning gaz to'lovlarini 200 ming so'mga tushishga yordam berdi. Bu esa ularga ro'zg'orlarni kamroq xavotir bilan yuritish imkonini berdi. Ular endi o'zlari uchun zarur bo'lgan boshqa xizmatlarga, masalan, internetga to'lash yoki yangi uy anjomlari sotib olish kabi narsalarga ko'proq pul ajratish imkoniyatiga ega bo'lishdi. Uchinchi misol, Farhod amaki 65 yoshda Namangan viloyatida yashaydi. U nafaqa oladi. Lekin uning yo'nda ishlaydigan voyaga yetgan farzandlari ham istiqomat qiladi. Farhod amakining oylik nafaqasi 1 million ming so'm. Uning o'zi uchun gaz to'lovlari og'irlik qiladi. Biroq uning farzandlarining daromadlari oilaviy ahvolni yaxshilaydi. Yangi tizimda oilaviy daromadlar ham inobatga olinishi belgilangan. Ya'ni agar nafaqaxo'r birga yashovchi ishlovchi oila a'zolariga ega bo'lsa va ularning umumiy daromadi belgilangan chegaradan oshib ketsa, kompensatsiya miqdori kamaytirilishi yoki umuman berilmasligi mumkin. Farhod amakining holatida uning farzandlarining daromadlari tufayli oilaning jon boshiga to'g'ri keladigan daromadi me'yordan yuqori bo'lib chiqdi. Natijada unga kompensatsiya berilmadi. Bu shuni ko'rsatadiki, kompensatsiya tizimi ijtimoiy adolat tamoyiliga asoslangan bo'lib, haqiqatan ham moliyaviy yordamga muhtoj bo'lganlarga qaratilgan. Bu holatda Farhod amaki o'z farzandlarining yordamiga tayanib gaz to'lovlarini qoplashi mumkin bo'ladi. Bu ham adolatli yondashuvdir. Chunki davlat resurslari eng muhtojlarga yo'naltirilishi kerak. Ushbu misollardan ko'rinib turibdiki, kompensatsiyani olish imkoniyati bir qator omillarga bog'liq. Nafaqaxo'rning yolg'iz yashashi yoki oilasi bilan istiqomat qilishi, oilaning umumiy daromadi, yashash sharoitlari va gaz iste'moli hajmi har bir holat alohida ko'rib chiqiladi va tegishli me'yorlarga muvofiq qaror qabul qilinadi. Shuning uchun ariza topshirishdan oldin o'zingizning aniq holatingizni va amaldagi qoidalarni to'liq o'rganib chiqishingiz juda muhimdir. Endi esa ushbu kompensatsiya tizimining ba'zi istisnolari, tuzoqlari va unchalik aniq bo'lmagan jihatlari haqida to'xtalib o'tamiz. Bu nuanslarni bilish sizning arizangiz muvaffaqiyatli ko'rib chiqilishini ta'minlash va kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan tushunmovchiliklarning oldini olish uchun juda muhimdir. Birinchidan, istisnolar. Yuqorida aytib o'tganimdek, kompensatsiya odatda nafaqaxo'rlarning ijtimoiy himoyasini kuchaytirishga qaratilgan. Ammo ba'zi holatlarda siz nafaqaxo'r bo'lsangiz ham kompensatsiya olishingiz qiyin bo'lishi mumkin. Masalan, agar sizning nomingizda bir nechta ko'chmas mulk obyekti, uylar, kvartallar mavjud bo'lsa va ulardan daromad olayotgan bo'lsangiz, yoki sizning nomingizda qimmatbaho avtomobillar bo'lsa, bu sizning ijtimoiy himoyaga muhtojligingizga shubha tug'dirishi mumkin.
Ba'zi hududlarda agar nafaqaxo'rning uyi juda katta bo'lsa va uning kommunal xizmatlarga bo'lgan ehtiyoji belgilangan me'yorlardan sezilarli darajada oshsa, kompensatsiya miqdori cheklanishi yoki aynan uyni isitish uchun beriladigan qismi qisqartirilishi mumkin. Shuningdek, agar nafaqaxo'rga boshqa biror davlat dasturi orqali kommunal xizmatlar uchun sezilarli miqdorda subsidiya yoki yordam ko'rsatib kelinayotgan bo'lsa, bu gaz kompensatsiyasini olish imkoniyatini cheklashi mumkin. Bu qo'shimcha yordam dasturlari takrorlanmasligi, ya'ni bir xil maqsad uchun 2 marta yordam berilmasligi tamoyiliga asoslanadi. Ikkinchidan, tuzoqlar va unchalik aniq bo'lmagan muassaslar. Eng keng tarqalgan tuzoqlardan biri bu noto'g'ri yoki to'liq bo'lmagan hujjatlarni taqdim etishdir. Ariza formasini to'ldirishda xatolar, hujjatlar nusxalarining sifatsizligi yoki kerakli ma'lumotlarning yetishmasligi arizaning rad etilishiga yoki ko'rib chiqish muddatining sezilarli darajada kechikishiga olib kelishi mumkin. Shuning uchun har bir hujjatni sinchkovlik bilan tekshirish va barcha ma'lumotlar to'g'riligiga ishonch hosil qilish juda muhimdir. Yana bir muhim nuansa bu gaz hisoblagichlarining holati. Kompensatsiya hisoblashda rasmiy gaz iste'moli ma'lumotlari asos qilib olinadi. Agar sizning gaz hisoblagichingiz eskirgan bo'lsa, noto'g'ri ko'rsatkichlarni berayotgan bo'lsa yoki umuman mavjud bo'lmasa, bu kompensatsiyani olishda muammolar tug'dirishi mumkin. Gaz ta'minoti tashkilotlari sizning hisoblagichingizni tekshirishlari yoki almashtirishlari mumkin va bu jarayon biroz vaqt talab qilishi mumkin. Agar hisoblagich tekshirishdan o'tmagan bo'lsa, gaz iste'moli o'rtacha normalar bo'yicha hisoblanadi. Bu esa sizga ajratiladigan kompensatsiya miqdoriga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shuning uchun arizani topshirishdan oldin gaz hisoblagichingizning so'z va aniq ishlashiga ishonch hosil qiling. Kompensatsiya miqdori va uning to'lanish usuli ham muhim nuansa hisoblanadi. Ba'zi hollarda kompensatsiya nafaqaxo'rning bank hisobiga to'g'ridan-to'g'ri pul o'tkazish yo'li bilan amalga oshirilishi mumkin. Boshqa holatlarda esa u gaz ta'minoti tashkilotining hisob varag'iga o'tkazilib, sizning gaz to'lovlaridan avtomatik ravishda chegirib tashlanishi mumkin. Bu usul ko'pchilik uchun qulay bo'lishi mumkin. Chunki u gaz to'lovini amalga oshirishdagi g'amxo'rlikni kamaytiradi. Ammo agar siz kompensatsiya pulini qo'lingizga olishni xohlasangiz, bu usul sizni qanoatlantirmasligi mumkin. Shuning uchun ariza topshirish paytida kompensatsiya qanday usulda to'lanishini aniq bilib olishingiz va agar iloji bo'lsa o'zingizga qulay variantni tanlash imkoniyatini so'rashingiz tavsiya etiladi. Shuningdek, kompensatsiya faqatgina qish mavsumiga mo'ljallanganmi yoki yil davomida beriladimi degan savol ham tez-tez tug'iladi. Ko'pgina davlatlarda bunday kompensatsiyalar faqat isitish mavsumida, ya'ni gaz iste'moli eng yuqori bo'ladigan davrda taqdim etiladi. Agar bu holatda ham shunday bo'lsa, sizning yoz oylaridagi gaz iste'molingiz uchun kompensatsiya ajratilmasligi mumkin. Bu tafsilotni ham oldindan aniqlashtirib olish lozim, chunki bu sizning oilaviy byudjetingizni rejalashtirishda muhim ahamiyatga ega. Yana bir e'tibor beriladigan jihat bu kompensatsiya mexanizmining o'zgaruvchanligi. Hukumat ijtimoiy siyosatni doimiy ravishda takomillashtirib boradi. Shuning uchun kompensatsiya berish qoidalari, miqdori va shartlari vaqti bilan o'zgarishi mumkin. Yangi qarorlar, farmoyishlar yoki qonunlarning qabul qilinishi ushbu tizimga o'zgartirishlar kiritishi mumkin. Shuning uchun tegishli davlat idoralarining rasmiy veb-saytlarini yoki mahalliy hokimiyat organlarining e'lonlarini muntazam ravishda kuzatib borish juda muhimdir. Bu sizga har doim eng so'nggi va ishonchli ma'lumotlarga ega bo'lish imkonini beradi. Bu kabi nozik jihatlarni tushunish va inovatsiya olish sizning jarayonni darajada soddalashtiradi va muvaffaqiyatli yakunlanishiga yordam beradi. Har qanday shubha yoki savol tug'ilganda mutaxassislarga murojaat qilishdan tortinmang. Endi esa eng muhim qismga, amaliy maslahatlar va aniq ko'rsatmalarga o'tamiz. Siz nima qilishingiz kerak? Qayerga borish kerak? Qanday hujjatlarni to'plash kerak? Nima yozish kerak? Bu savollarga batafsil javob beraman. 1. O'zingizning huquqingizni va kompensatsiya olish imkoniyatingizni aniqlang. Birinchi va eng muhim qadam bu sizning ushbu kompensatsiyani olishga haqli ekanligingizni aniqlashtirishdir. Buning uchun siz yashash joyingizdagi mahalladoshlik fuqarolar yig'ini, mahalla qo'mitasi yoki tumandagi aholini ijtimoiy himoya qilish bo'limi, ijtimoiy himoya markazlariga murojaat qilishingiz mumkin. Bu idoralarning mas'ul xodimlari sizning vaziyatingizni o'rganib chiqib, amaldagi
qonunchilik va me'yoriy hujjatlar asosida sizga kompensatsiya olish huquqiga ega ekanligingizni tasdiqlaydi yoki sababni tushuntirib rad javobi berishi mumkin. Sizga kerak bo'ladigan ma'lumotlar: nafaqa turi, yoshga doir, nogironlik, boquvchisini yo'qotganlik, oilaviy ahvolingiz, yolg'iz yashaysizmi yoki oila a'zolari bilan, uy sharoitingiz va daromad manbalaringiz. Bu ma'lumotlar asosida ular dastlabki xulosani beradilar. Oldindan bu ma'lumotlarni yig'ib bo'lishingiz jarayonni tezlashtiradi. 2. Kerakli hujjatlarni to'plang. Kompensatsiyaga ariza berish uchun sizga bir qator hujjatlar kerak bo'ladi. Ularning ro'yxati quyidagicha bo'lishi mumkin, lekin mahalliy qoidalarga qarab farqlanishi mumkin. Shuning uchun aniq ro'yxatni yuqorida aytib o'tilgan idoralardan tasdiqlang. Shaxsni tasdiqlovchi hujjat, pasport asli va nusxasi, pasportingizning amaldagi muddatini tekshiring. Uning muddati o'tmagan bo'lishi va propiskangiz, ya'ni doimiy yashash joyingiz aniq ko'rsatilgan bo'lishi shart. Bu kompensatsiya aynan siz yashayotgan manzil bo'yicha hisoblanish uchun asos hisoblanadi. Nafaqa guvohnomasi asli va nusxasi, bu sizning nafaqaxo'r ekanligingizni tasdiqlovchi asosiy hujjatdir. Unda nafaqa turi va berilgan sanasi ko'rsatilgan bo'ladi. Gaz ta'minoti shartnomasi va so'nggi to'langan gaz kvitansiyalari. Bu sizning gaz iste'molchisi ekanligingizni va muntazam to'lovlarni amalga oshirib kelayotganingizni tasdiqlaydi. Ayniqsa, so'nggi 3-6 oylik to'lov kvitansiyalarini tayyorlab qo'yish maqsadga muvofiq. Bu sizning o'rtacha gaz iste'molingizni baholashda yordam beradi. Yashash joyidan ma'lumotnoma Domkom xizmati yoki mahalla tomonidan beriladigan. Ushbu hujjat sizning ushbu manzilda necha kishi bilan yashayotganingizni tasdiqlaydi. Oilaviy tarkib kompensatsiya miqdorini hisoblashda muhim ahamiyatga ega. Bank hisob varag'i raqami. Agar kompensatsiya pul ko'rinishida beriladigan bo'lsa, sizning nomingizga ochilgan bank kartasi yoki hisob varag'ingizning rekvizitlari kerak bo'ladi. Agar sizda bank kartasi bo'lmasa, uni ochish uchun bankka murojaat qilishingiz lozim. Oilaviy daromadlari to'g'risida ma'lumotnoma agar talab qilinsa, agar siz oila a'zolaringiz bilan birga yashasangiz, ba'zi hollarda ularning daromadlari to'g'risida ma'lumotnoma ham talab qilinishi mumkin. Bu aynan 3-misoldagi Farhod amakining vaziyatida muhimdir. Qayerga murojaat qilish kerak? Hujjatlarni to'plaganingizdan so'ng siz quyidagi idoralardan biriga murojaat qilishingiz mumkin. Mahalla qo'mitasi. Bu eng yaqin va qulay variant bo'lishi mumkin. Mahalla raisi yoki uning o'rinbosari sizga arizani to'ldirishda yordam berishi, hujjatlarning to'g'riligini tekshirishda maslahat berishi mumkin. Ular arizani tegishli yuqori idoralarga yo'naltirishi mumkin. Tuman, shahar aholini ijtimoiy himoya qilish bo'limi yoki ijtimoiy himoya markazi. Bu bevosita kompensatsiyalarni tayinlash va to'lash bilan shug'ullanadigan asosiy organ. U yerda siz arizani topshirishingiz va barcha zarur ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Davlat xizmatlari markazlari DXM. Hozirgi kunda ko'plab davlat xizmatlari DXM orqali qulay va shaffof tarzda amalga oshirilmoqda. Ehtimol gaz kompensatsiyasiga ariza berish ham ushbu markazlar orqali amalga oshirilishi mumkin. Bu yerda sizga navbatsiz xizmat ko'rsatiladi va hujjatlarni elektron tarzda topshirish imkoniyati ham mavjud bo'lishi mumkin. Arizani to'g'ri yozish. Arizani to'ldirishda quyidagi jihatlarga e'tibor bering. Aniqlik va to'liqlik. Arizaning har bir bandini aniq va to'liq to'ldiring. Ismingiz, familiyangiz, otangizning ismi, tug'ilgan sanangiz, yashash manzilingiz, pasport ma'lumotlaringiz kabi shaxsiy ma'lumotlarni xatosiz kiriting. Kompensatsiya sababi. Arizada sizning gaz kompensatsiyasini so'rash sababingizni qisqacha va tushunarli tarzda bayon eting. Masalan, nafaqaxo'r ekanligimni va gaz to'lovlari oilaviy byudjetimga og'irlik qilayotganligini inobatga olgan holda gaz kompensatsiya ajratishingizni so'rayman kabi. Hujjatlar ro'yxati, arizaga ilova qilingan hujjatlarning to'liq ro'yxatini ko'rsating. Bu arizangizni ko'rib chiqish jarayonini tezlashtiradi. Imzo va sana. Arizaning oxiriga o'zingizning imzoingizni qo'ying va arizani topshirgan sanani yozing. Yordam so'rash. Agar arizani to'ldirishda qiyinchiliklarga duch kelsangiz, yuqorida aytib o'tilgan idoralardagi mas'ul xodimlardan yordam so'rashdan tortinmang. Ular sizga bepul yordam ko'rsatishga majburdirlar. Arizani ko'rib chiqish muddati va natijani kutish. Arizani topshirgandan so'ng uni ko'rib chiqish uchun ma'lum bir muddat belgilanishi mumkin. Odatda bu muddat 15 ish kundan 30 ish kunigacha bo'lishi mumkin. Bu muddat ichida tegishli organlar sizning ma'lumotlaringizni tekshiradilar.
hujjatlarni o'rganib chiqadilar va sizning kompensatsiya olish huquqingiz bor yo'qligi to'g'risida qaror qabul qiladilar. Agar sizga kompensatsiya tayinlangan bo'lsa, sizga bu haqda yozma xabar kelishi yoki sizga qo'ng'iroq qilinishi mumkin. Agar rad javobi berilsa, sabablari bilan birga yozma tushuntirish berilishi shart. Rad javobiga rozi bo'lmasangiz, yuqori turmush tashkilotlariga yoki sudga murojaat qilish huquqingiz mavjud. Ariza topshirgandan so'ng uning holati kuzatib borish uchun tegishli idoraga murojaat qilib, arizangizning qaysi bosqichda ekanligi haqida ma'lumot olishingiz mumkin. Alt kompensatsiyani qabul qilish. Agar sizga kompensatsiya tayinlangan bo'lsa, u belgilangan usulda bank hisobingizga o'tkazish yoki gaz hisobingizdan chegirib tashlash orqali sizga yetkaziladi. Birinchi to'lovni kutib oling va gaz to'lov kvitantsiyalarini diqqat bilan tekshiring. Ajratilgan kompensatsiya hisobga olinganiga ishonch hosil qiling. Agar qandaydir tushunmovchiliklar yuzaga kelsa, darhol tegishli idoraga murojaat qiling. Aziz tomoshabinlar, bugungi videoda muhokama qilganimiz nafaqaxo'rlar uchun gaz kompensatsiyasi mexanizmi shubhasiz ijtimoiy himoyaga muhtoj qariyalarimizning hayotini sezilarli darajada yengillashtiradigan muhim qadamdir. Bu nafaqat moliyaviy yordam, balki davlatning o'z keksa avlodi haqida qayg'urayotganining yorqin dalilidir. Unutmang, bu yordam sizning haqqingizdir va undan foydalanish uchun qanday qadamlar qo'yish kerakligini sizga batafsil tushuntirib berdim. Men aytgan barcha ma'lumotlar, amaliy maslahatlar va misollar sizga jarayonni tushunish va kompensatsiyani muvaffaqiyatli olishda yordam beradi degan umiddaman. Endi esa sizdan kichik bir iltimos. Ushbu video haqida o'z fikrlaringizni, savollaringizni yoki shaxsiy tajribalaringizni kommentariyalarda yozib qoldiring. Sizning har bir fikringiz biz uchun juda qimmatli. Bu video siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosishni unutmang. Va albatta kelajakda ham shu kabi muhim va foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Obuna bo'lish orqali siz doimo dolzarb yangiliklardan xabardor bo'lasiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha.